Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi obyektimizni tugatdik. O'z bir boshdan ishlarni ko'rsatib boramiz. Bu yerimiz birinchi etajimiz. Birinchi etajda niska temperaturali отопление qilib berganmiz. Ham tepli pol, ham radiator, hamma xonalarda komnat termostat qo'yilgan. Расходомерный qo'yilgan. Ikkinchi etajda faqat klientning talabiga binoan faqat radiator bo'ldi, tepli pol qilinmadi. Ikkinchi etajimiz, ikkinchi etajda ham sanuzel qismimiz. Sanuzelda ham ko'rishingiz mumkin. Kirishda o'ng qo'lda stranli bo'ladi, tepasida sushilka quritish uchun. O'ng tomonda o'zimizni shu an'anaviy sushilkamiz. O'ng tomonda rakvinamiz bo'ladi. Qo'yish. Bu podvalimiz. Podvalda mana ko'rishingiz mumkin. Kanalizatsiya ishlarini idealni qilingan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Imrita filtrlardan qo'yib berganmiz. Bu 1 soatiga 1 ton 200 litrgacha bemalol suvni tozalab beradi. Bu obyektimizda ikkita kotel qo'yib berganmiz. Birinchisi kondensatsion, ikkalasi ham Eurohot. Havo sovuq paytlarda, qishning chillalarida bu o'zimizning an'anaviy kotelni ishlatadi. Qolgan payt shu kondensatsion 100% nima deydi? Tejamkorligi bundan 20% balandroq, ancha gazlarni tejab beradi. Fosfenli boiler qo'yganmiz, Bazellodan yangi model, juda ham sifatli. Klientimiz xursand, obyektni yaxshi topshirib oldik. Kimga shunaqa sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.